Xo'p, jonlarim borsinlar, omonsinlar, orsinlar. Bu endi bichi deydi-ku shu o'z qalliq tilinga ham o'z ona tilinga ham deydi. Gapirib tursang foydasi bu deydi. O'shaning uchun buni eshitayotgan qalliq, biron qallig'imni kar qulog'i eshitib qoladi-da biron joyga. Xo'p, odamni kim qul qila oladi deydi. Kim deydi odamni deydi qul qiladi deydi. Qaysi vaqtga odam qul bo'la oladi deydi. Birov qul bo'ladi. Qaysi zamonga, qaysi vaqtga qul bo'ladi deydi. Bugungi men qallig'imni qul deb aytsam ham xato qilmayman. Chunki bugun qalliq haqiqatan ham qul. İnson o'zini o'zi qul qiladi. Agar inson o'zini o'zi qul qilmasa, uni hech kim qul qila olmaydi. Faqat inson o'zini o'zi qul qiladi. Men işte misol olib kelaman. Biron nimasi yo'q. Va shu oddiy narsa qarasang jonivor. Shu birta jonivorda bir og'ilga qama 10 ta qosovni qo'liga pichoq berib shu jonivorni qon so'yganda qon kirib so'ya oladilar shu jonivorni birontasi. Yo'q. Lekin bir ta qosovni qo'liga pichoq bergan 1000 ta qo'yni ichiga qo'yib berdi. Yana engini shimarib qo'shiq aytib kirib iragi xohlagan qo'yni oyog'idan tartib chiqarib so'yadi. Nimaga deganda, chunki qo'y o'z haqqini so'ra olmaydi. Ya'ni o'zini o'zi zashta qila olmaydi qo'y. Agarki bugun sen shu qo'yda ahvoliga tushgan bo'lsan, jonivor bo'lgan bo'lmasang, bu o'zingni aybing jonimki. Seni mana shu qo'ydak qilib olib borib, bir tanga eltib so'yadi, bir tanga eltib turma qiladi, mahkamlaydi. Bugun qalliq o'zini qul qilgan. Qalliqni hech kim qul qilgan emas. Men bir psixolog sifatiga qarayman mana shu insonlarni qilayotgan ishlarini, mana shu insonlarni mana shu insonlar qilayotgan ishlarini, mana shu insonlarni gapirayotgan gapini, insonlarni yurayotganlarini hammasini qarayman va shundan o'zim baho beraman-da qanoq. Bugun qalliq o'zini qul qilgan. To'g'risini aytaman, qalliq qul. Nimaga deganda, qul qanog'im bo'ladi. Qul shu xazaynini egasini hamma aytganini qiladi. O'z huquqidan biron narsa o'z haqqidan so'ramaydi. O'zini bilmaydi. Aslan qul deb o'sha odamlarni aytadiki, qul kimligini bilmaydi. Ana shu odamlarni qul deydilar. G'ulom deydilar-ku bugun. Mana shu qalliq aynan g'ulom. Agar og'zini ochsa qalliq 4 tarafdan yuguradilar, tuhmat qiladilar. Kerak bo'lsa nima desa, nima qilsa qiladilar. Qalliq og'zini yopib, men nima qila, hech nima qilmaydi. Bu zamona, bu bunog'un zamona emas, hech nima qilmaydi. Yo'q, shu allandan ham bu bunog'un emas. Bir sababiki qalliq o'z vatanini yo'qotdi, o'z kimligini yo'qotdi. Bugun etganni yeriga
yerlari etganni qo'liga o'tib ketdi. O'zlari o'z yeriga begona bo'lib yashayotgan bu qalliq. Bu sizlar qalliqlar. Bugungi qalliqlar hattoki borib o'zlarini millatini alishtirib yotibdilar. Ki sen o'z millatingga vafo qilmagan inson borib boshqa millatga sen vafo qilasan. Yo'q, qarga og'ir bilsa o'shar o'zingni o'tkazmoqchisanki, olib ber, yaxshi berishir. Men pasportimga millatimni alishtirsam, yaxshi bo'ladi, tirikchiligim yaxshi bo'ladi. Bugun men dushmanman, chunki men qalliqni nomidan gapiraman. Chunki men o'z qalliqligimni, o'z millatimni, o'z huviyatimni qalliqman deb gapiraman. Chunki men bugun dushmanman ularni ko'ziga. Maydasini ham, kattasini ham farqi yo'q. Mardikorini ham, qochoqini ham, hammasini ko'ziga men dushmanman. Men yomon odamman. Chunki men gapiraman. Sizlarning haqqini gapiraman. O'zimning haqqim, sizlarning emas, o'zimning haqqimni. O'zimning qilligimni gapiraman. Men o'z tariximni gapiraman, o'z tariximni gapirganim uchun men dushmanman. Bugun Google ham yolg'onchi, Wikipedia ham yolg'onchi, hamma yolg'onchi. Kim qalliq to'g'risiga yozgan bo'lsa, ular dushman, ular yolg'onchi. Lekin bular to'g'risiga yozgan bu narsa to'ppa to'g'ri. Bugun xalq o'zini nima qilgan? G'ulom qilgan. O'zini qul qilgan. Xazaynini ishini qiladi. Xazaynini aytganini qiladi. Xazayni aziz buning uchun bu o'zini haqidan hech narsa so'ramaydi. Hech narsa, men borman shu dunyoga, men xalqman, meni haqqim bu, men millatman. Bu narsalardan og'iz ochmaydi xalq. Yodidan chiqarib taylagan. Chunki agar sizlarni bir odam g'ulom qildi desam, aytaman, yo'q, qalliq o'zini g'ulom qildi. İnsonki o'zini kimligini bilmagan inson u g'ulom. Shu vaqtiga ham, zamoniga ham shu g'ulomlar o'zini bilmagan kimligini. Kimni u, qardan u uchun eng muhim narsa xazayni bo'lgan. O'sha xazayni. Uni kerak bo'lsa sotadi, kerak bo'lsa bilmayman otadi, kerak bo'lsa o'sadi. Nima xohlasa, qarga yot desa o'shara yotadi. Lekin g'ulomini birinchi oliy darajasiga egasini xizmatini qilgan. Bugun qalliq o'zi shu. Chunki qalliq o'zini haqidan biron narsa so'ramaydi-da. Biron narsa so'ramaydi. Lekin xazaynini xohishi aytgani qalliq uchun oliy daraja, nima militsiyaga bo'lib ishlasa, nima boshqa joyga ishlasa, xazayni uchun ishlaydi. O'z huviyati uchun ishlamaydi. Chunki qalliqqa huviyat o'lgan. Yo'q bu narsa. Nomus yo'q. O'lgan nomus. Nomus o'lgan. Bir insonki kimliging bo'lib turib, sen nomusing bo'lmasa, o'z kimligingni bilmagandan keyin sen o'liksan jonim. Sen benomussan. Shuncha alam qilib ketayotgan joyiki bir ko'cha supurgichi to'ra keladi. Yaqangdan ushlaydi, aytadi, sen millatmassan deydi. Bir tualet tozalayotgan to'ra keladi, seni yaqangdan ushlaydi, sen millatmassan deydi. Bilasan, ana shu alam qilayotgan joyi. Eng alami. Bilsan kimligingni keyin alam qiladiki, sen kimsan o? Kimlar seni yaqangdan ushlaydi, kimlar senga haq bermaydi, millatingni pasportingga yozishga haq bermaydi. O'z tilingga gapirishingga haq bermaydi, maktub, kitob yozishingga haq bermaydi. Ana uchun keyin sen tushunib yetasanki sen kimligingni. Bugun aynan qalliqni hech kim g'ulom qilgan yo'q. Qalliqni o'zi g'ulom qilgan o'zini. O'zini borib bir odamning qo'lini tagiga g'ulom qilgan, g'ulom. O'sha eski davrlarga ham g'ulomlar shu bo'lgan. Chunki
g'ulomga o'sha egasi nom qo'ygan. G'ulomga ibaro ishmones barodar, ibaro qalg'osi. G'ulomga egasi nom qo'ygan. Ana shu egasi nima nom qo'ysa, o'sha nom bo'lgan. Egasi bergan nonni yegan g'ulom. Undan ziyod yey olmagan. Chunki u g'ulom bo'lgan. Bugun biz o'sha g'ulomlarni savremennisimiz. G'ulomni savremennisimiz. Chunki bizga ham haq yo'q. Biz o'z tilimizga kitob yozsak, o'z maktabimiz bo'lsa, biz o'z yerimizga qo'y boqsaklar, mol qilsak, bilmayman. Yo'q, o'z madaniyatimiz bo'lsa, bugun qalliqni 500-600 yil qilgan madaniyat davlatini biz bugun bilmaymiz. Ularni kiyimi qanday bo'lgan, ular nima yeganlar, ular nima prazniklari bo'lgan, ular qanoq davlatdorlik qilgan. 500-600 yil davlat qilgan qalliqni davlatini bugunga kelib meni sen bilmaymiz ki 13-asrga davr davlat qilgan. Neki boshqalarniki 9-asrga ham davlat qilgan bo'lsa, bugunga davr bizni madaniyati deb bizni ustiga o'z madaniyatini ortib yuribdi. Biz bo'lsa o'ynab yuribdik. Bugun qalliqni qizlari, xotinlari chiqib begona til prazniklariga o'ynaydi. O'z tilini prazniki yo'q, o'z tilini kuni yo'q. Boshqalarning tilini kuniga chiqib o'ynaydi. Bu qalliqni qizi, qalliqni xotini boshqalarning xohishiga chiqib o'ynaydi. Qalliqni o'zini hech nimasi yo'q. Boshqalarning chizlarga chiqib maydonlarga o'ynaydi. Qalliqni o'zidan bir narsa yo'q. Bir tomondan buni qarab turaman, aytaman shu laqay malades deyman-da. Bilasizlar nimaga? Nimaga deganga, o'sha laqay to'qiyasini-ku aqallan saqlab qolganlar-da. O'sha laqay kiyimini saqlab qolganlar. Bugun laqay kiyimi bu, laqay madaniyati bu. Xatya laqay davlat qilmagan biron marta. Neki laqay kiyimlari bu. Bugun qalliqni kiyimi yo'q, qalliqni madaniyati yo'q. Qalliq hammasini yo'qotgan. Qalliq eshakdek borib boshqalarga xizmat qilib yuribdi. Chunki o'z haqqini so'ramaydi tag'am o'sha aka, inson meni haqqim bu, meni madaniyatim bu, meni kulturam bu, meni kiyimim bu, meni tilim bu, meni davlatim bo'lgan. Meni muzeyim bo'lish kerak, qalliqni muzeyi bo'ra. Chunki meni davlatim. Yo'q, muzey ham sizlarniki, davlat ham sizlarniki, maktab ham sizlarniki, kiyim ham sizlarniki, artisti ham sizlarniki, raqqosasi biz deb yurganda o'ynab. Biz raqqosamiz deb o'ynab yuribdi. O kelsa chiqing halliga o'ynanga, xotin, bola, chaqalaringni, bu chiqoringan qizlaringni o'ynating. O'sha sistemani o'zi tag'am o'sha boshiga tag'am milisa vayeni bo'lib qalliq turibdi. O'zini g'ulom qilib yotibdi-da. Bunga kimdan xafa bo'lish mumkin? Ya'ni kimdan biz xafa bo'lsak bo'ladi? Alidan, Validan qalliqni o'zini g'ulom qilib turgan bo'lsa, o'z haqqini so'rayotgan bo'lmasa. Qalliqni boshiga kimni xohlasalar rais qo'yadilar. Falon sen rais bo'l, qalliqlarni boshiga ket. Tamam. Ha bo'ldi, gapi rais deb yugurib aliga kirib aytmayli, bereke, Vasya. Qanoq bu men raisim bo'ladi, men o'zim millatman, bo'ra bormiz. Biz o'zimizni bunaqa narsa bo'lmaydi, sen kel meni boshima bo'ra tutukchi olsan. Parlamonga yog' namoyandada bir qabiladan bugun. Men shu Badaxshonni xalqini bir tomonini yaxshi ko'rganim bilasizlar nimada? Chunki bularni o'zi 250 ming deydilar. Bo'lsin endi, bu men hisobini ayta olmayman, chunki endi ofitsiallar 250 ming deydi. Ofitsiallar qalliqni 700 ming deydi-da. Bir umr jonjol qilib, talosh qilib, hukumatga joy olib, o'zlaridan o'z raislarini qo'yadilar. Kim bo'lsa bo'lmasa,
öz tiliga gapiraydigan rais, o'ziga gapiraydigan, o'zinikidan qo'yib parlamonga ham joylari bor. 250 ming deydi hukumat Tojikistonga. Qalliq 700 ming deydi. Bilasizlar? Neki bular o'ladilar, urushadi, jonjol qiladi, hukumatni bilmayman, vayenisini olib kiradi, qanoq qilsa qilmasa turadi. Biz hukumatmiz, biz o'zimizni, biz o'z millatmiz, bizni o'zimizni mana shu o'zimizdan rais bo'ladi. Bu yerga begonan kerak emas deydi. Hayda bu yerdan eshagingni. 700 ming qalliq o'zlarini g'ulom qilib, o'zlarini ustiga minib, bir-birini bilmayman, shu bo'ri bir tan qo'lin tagiga g'ulom bo'lib yuribdilar. Endi bu kimdan xafa bo'lish mumkin? Kimni aytish mumkin? Kimni aytsa? Bizni bir tan g'ulom qildi? Yo'q. Biz o'zimizni g'ulom qilib yuribdik. Biz o'zimizni g'ulom qilib yurganmiz. Bizda hech kim g'ulom qilgani yo'q. Bugun mana ko'ryapsizlar, hattoki men gapirayotgan joyga qanoq bir mardikori, bir g'ulomi kirib, qanoq harakat qiladiki, so'ksa qalliqdi, kamsitsa qalliqdi, bilmayman. Sen g'ulomsan, sen bilmayman, mo'g'ulsan, usan, busan deyishga bugun ming yillab mana shu narsaga ming yillab chidab kelgan qalliqda. Ming yillab chidab kelgan qalliq. Kallasi past bo'lib, "Ha bo'ladi, nima qilasan? Shu og'ir toshni solib ketmaydi." Bular hammasi sizlarni g'ulom qilish uchun yaralgan so'zlar. Men toshmasman, men odamman. Odamlarning og'irligi bir xil bo'ladi. Bu tosh menga aloqasi yo'q. Mana shunday afsonalar bilan nima qilganlar? Mana shu afsonalar bilan meni seni g'ulom qilib kelganlar. Bugun qalliq o'zini o'zi g'ulom qilgan, to'g'risini aytaman. Men bir boshqa odamdan xafa emasmanki, qalliq bu ahvolga tushgan deb. Chunki agarki bu ahvolga tushishga agar o'zini aybi bo'lmaganga edi, bizga uzoq ketmaymiz, allabizga mana shu bizni o'zimizni Badaxshoni turgan mana shu xalqi. Mana shu 250 ming xalq 70 yil SSSR bilan yaqalashgan, 33 yil bo'ladi. Mana bu hukumat bilan yaqalashadi, bermaydi hech kimga. Boshiga kelib hukumatdorlik qilsa, boshiga kelib raislik qilsa, kelib buni taqdirini hal qilsa. Biz sizlarnamiz deydi. Gap yo'q. Biz Tojikistonlikmiz. Neki bizni boshiga sen haqqing yo'q kelib ko'rsatsang men nima qilishimni. Shu qonunga amal qilamiz. Neki uni ustiga kelib sen men boshima sen o'zingdan agar kelib o'ra bilmayman cho'pon qo'ymoqchi bo'lsang, biz qo'ymasmiz deydi. Bizga sizlar cho'ponlari kerak emas deydi. Mana shu narsa ko'rinib turgan. 70 yil SSSRga ham mana shu millatdan, mana shulardan mana shu siyosatga chiqqan. Doimo bo'lgan, oraga kirgan, o'z haqlarini talab qilgan bugunga davr. Bilasizlar? Bugun qalliqni sportsmenti chiqadi, qalliqi gapirmaydi-da. U yotadi qalliqi gapirishga. Men nima uchun Badaxshonni yaxshi ko'raman xalqini? Chunki sportsmenti ham chiqsa aytadi, men deydi pomirlikman deydi. Mana shu ko'kragini urib chiqadi. Meni tilim pomirlik deydi. Ko'kragini urib chiqardi bu narsaga. Bilasan? Qalliq nima deydi? Aytmay qo'yay tomonini. Aytmay qo'yay. Qalliq bugun g'ulom. O'z-o'zini qilgan. Buni hech kim qilmagan. Har bir inson o'z obro'sini o'zi qiladi, o'zi ushlaydi. Xohlaysan deydi, seni hurmat qilsalar deydi. Sen avval o'zingni hurmat qilgin deydi. Agar sen xohlasanki seni hurmat qilsalar,
Sen canım deydi, o'zingni hurmat qilgin deydi. Sen o'zingni hurmat qilishni o'rgan deydi. Bugun qalliq o'zi-o'zini hurmat qilmaydi-da. Qarab tursan, o'zi-o'zini hurmat qilmaydi qalliq. O'shaning uchun qalliqni o'zini aybi bu. Qalliq o'zi-o'zini g'ulom qilgan. O'zi-o'zini g'ulomlikka tiqqan. Buni hech kim qilgan emas. Hech inson bir insonni g'ulom qila olmaydi agar u o'zi ijozat bermasa. O'zi yo'l qo'ymasa bu narsaga. Bugun kerak bo'lsa, qandoq bo'lsa, bir nigadayi kerak bo'lsa chiqadi. Bir odam qatoriga, o'zlari ular odam qatoriga hisoblamay turg'ini, chiqadi o'zini tojikni, qalliqni boshiga o'zini xo'jayin biladi-da, xo'jayin biladi o'zini. Bilasizlar nimaga? Chunki biz Rossiyaga edik. Biz 4 ta qalliq bir joyga ediklar. Keyin Dushanbedan bir Oyatullo degan bir tojik bor edi. U ham keldi, keyin bizlar bilan Qayshara bir joyga turdiklar. Bir joyga ishladiklar. 4 qalliqni boshiga o'zini xo'jayin deb biladi-da. 4 qalliqni boshiga o'zini xo'jayin deb biladi. Bilasizlar shuni? Axir bo'lmadi bir kun jonjonlashib qoldik. Men aytdim, "Ey odam, biz 4 odam qalliqmiz. Senga buncha behurmatlik qilmayotdinglar. Biror narsa demaymiz, o jo'ra deymiz, o shuni deymiz. Mayli ke yashaylik birga dedik, yashadinglar. Bu nima qiliqdi sen o'zingni bizni boshiga shoh olyotsan?" Men bir marta sho'xlik qilib aytding bir gapni, bilmayman. 4 qalliqni ichiga bir odam o'zini xo'jayin deb bilyapti. Bilasizlar, men shuning uchun qalliqlar jonlarim sizlar o'zlaring g'ulom qilgansizlar, sizlarni hech kim g'ulom qilmagan. Chunki sizlar o'z haqlaringni o'zlaring talab qilmaysizlar. Bu aytganim bu dushmanlik emas, vatanga dushmanlik qilish yoki bilmayman bir vatandoshga, bir tojikka dushmanlik qilish bu emas. Neki tojikka ham haq berish kerak emaski, seni ustingga chiqib olsa. O'zingga ham haq bermagin tojik ustiga chiqib olishdi. Ya'ni o'rtadagi granitsa bo'lish kerak. Seni haqingdan, seni obro'yingdan, seni nomingdan tojikni obro' nomi bir xil bo'lish kerak. Hech vaqt qo'yma seni ustingga chiqib olishdi. Hech kimni qo'ymagan. Farqi yo'q, tojikni, o'zbekni, qozoqni, qirg'izni, o'risni qo'yma ustingga chiqib olgani. Qo'yma seni tanqid qilgani, qo'yma seni pas urgani. Ana u chenga biz barobarlik bo'lamiz. Parlamonga tojikdan bo'ldi, qalliqdan ham bo'lish kerak. Laqaydan ham bo'lish kerak. Lo'lidan ham bo'lish kerak. Prezident tojik bo'ladi, qalliqdan ham bo'lish kerak, lo'lidan ham prezident bo'lish kerak. Laqaydan ham prezident bo'lish kerak. Tojikistonga yashaydigan qalliqni, laqayni, lo'lini pasportiga millatini yozish kerak. U o'zini ana shu millat o'sha yerda farzandi deb o'zini bilsin, o'sha yerda balasi deb bilsin o'zini. Bilasizlar buni? Ana u chenga biz barobarlik deymiz. Bu chenga keladi, bular xo'jayin, biz oyoqni tayi, yana o'z tarixingdan salgina chiqorsan, gapirsang, sen dushman, hammasi ustingga yugurib keladi, sen nima qilyotsan? Sen ig'vo qilmoqchisan, sen Tojikistonga urush qo'g'zamoqchisan. Nima seni tarixing urush qo'g'zamaydi? Men tarixim urush qo'g'zaydi. Bilasan? Mana shu g'ulomliklaring, jonlarim o'zlaring g'ulom qilgansizlar. Sizlarni hech kim g'ulom qilgan emas. Agarki g'ulom qila olganga edi, SSSR yo boshqasi mana shu Pomirdi xalqini g'ulom qilaydi. Pomirdi xalqi g'ulom bo'lmadi, qila olmadilar, bo'lmaydi ham g'ulom. Chunki bular o'z tilini, o'z huviyatini biladi. Agarki Tojikistondan yashayotgan bo'lsa ham,
hurmati Tojikistonga, Tojikistonning qonuniga bu u holatgaki agar Tojikiston hurmat qilsa yoki boshqasi hurmat qilsa bu xalqni barobarlik bo'lsa, barobar huquqi bo'lsa, ana unga hurmat qiladi. Agar ustiga chiqqan ijozat bermaydi ustiga chiqqan. Emomali Rahmon tankalaydan kirdi, samolyot, vertolyotlaydan kirdi. O'riston armiyasini olib kirib urdi, hali ham tan bermaydi. Tan bermaydi oxiriga davr. İcazat bermaydi o'zini g'ulom bo'lishga. Faqat qalliq o'zini g'ulom bo'lishga ijozat bergan. Ya'ni ki sizlar qalliqlar o'zlaring g'ulom qilgansizlar. Sizlarni bir ta g'ulom qilgan emas. Sizlar bugun million ta nomlaringni borib alishtirib tayladi. Bugun million ta nomlaringni olib borib alishtirib tayladi. Hop. Qon borsin Pomirni bir nomini almashtirsin. Qon qilsin, kuchi yetsa. Marhamat, borib qilsin. Ha? Pomir bo'yicha turibdi. Badaxshon bo'yicha turgan. Har bir rayon shaharlari o'z nomiga turgan. Bir tasini borib almashtirsin. Qandin ursin. Yana 1000 tasi o'ladi, maydon chiqadi. Uradi, nomni qaytarib joyiga qo'yadi. Bizning nomlarimiz bizning ota bobomizning nomi deydi. Biz 250 ming 700 ming qalliq 2 barobar ko'p, 3 barobar qarib ko'p mana Pomir xalqida. Lekin 3 barobar ko'p qo'y bo'lib yurgan oralariga o'z haqqini bilmaydi. Ular bo'lsa o'z haqqi uchun turadi. O'zini bir porcha yeri uchun turadi. Qalliqda hamma yerini nomini almashtirdilar, hamma yerini. Biron yeri qalliqning nomiga qolmadi. Biron joy qolmadi. Ozod oladi, almashtiradi, qo'rqmasdan. Bilasan nima uchun? Chunki seni odam hisoblamaydi. Chunki sen o'zing qo'y qilib taylagansan oyog'ing tagiga. Nima xohlasa boshingga kelib qiladi. Mana shu qanday qo'ydoralardan qanday xohlasa olib so'yadi, shashlik qiladi, kerak bo'lsa, qolgan qo'ylar o't yeb turadi. Mana shu qalliq aynan mana shu bo'lgan. Bir-biriga ittifoqlik yo'q. Bir-biriga bilmayman narsa yo'q. Bugun urra qilib nima qiladi? Ha, bu boshqadan kelin qil, boshqaga qizingni begin ki shu qalliq nomi yo'qolib ketsin. Bugun eng alamli joyi mana shu. Eng alamli joyi mana shu. Yo'qot bu nima qilasan, bu boshqadan olgan, bu nima bo'lsa, nima qilasan, nima foydasi bor? Bugun qalliq aynan bugun qalliq aynan mana shu ishni qildi. Keyin shuningdan ham o'zini nima qildi? Yo'qotdi. Aynan mana shu ishingdan o'zini yo'qotib ketdi. Bugun Tojikistonga 7000 qalliq yozibdilar. 90-yil 700 ming qalliq qaydga olingan, qarib 1 million. Bugun 7000 yozganlar qalliqni. Nimaga deganga o'zlari bor pasportlarini almashtirdilar. Xattiki o'zlari nima qilayotgan. Ana millat almashganga bilmayman, biron status topayotgan. Kimni maksimum bordilar, g'ulom bo'lib ishlab yuribdilar o'sha. O'zlari ham o'zlarini g'ulom qilib, yo'q qilib yurganlar. O'zlari ko'zlarini g'ulom qilganlar bu bir taraf. Yana ikkinchi tarafini olib qarasang, shular ham o'sha Badaxshonga o'sha soldat sifatiga borib urushadilar yerga. Ya'ni bular ham borib o'zlarini o'sha nimalarini o'tkazadilar-ki, to'ki tag'am o'zlarini g'ulomligi kamlik qilganlar, yana bular xohlaydilar borib o'sha soldat bo'lib Badaxshonga borib urushadilar-ki, chunki Badaxshonni ham xohlaydilar o'zlarida g'ulom qilsa. G'ulom ham meni xohlaydi g'ulom qilsa bir tani qo'lin tagiga. Mana shuncha ishlaring bor jonlaring, qalliqlaring. Jonlaring omon bo'lsin amalaring. Neki o'zlaring bilasizlar yo'q. O'zlaring g'ulom qilgansizlar. Xudo ursin. Faqat ko't yalab turasizlar,
Şunoq tillaringni ko'tdan olinga-ku, bularni hammasi ustilaringga hamla qiladi, hammasi ustilaringga napadat qiladi. Mana shu narsani ko'rsatib turgan. Men shuncha yallariga turdim. O, hay u bu deb shunoq ikkita tariximni chop nima qilganima hammasi kelib ustima hamlarni boshladiki, sen nima qilyapsan, sen nima non qilasan, sen nima qaliqligingni biling, sen nima buni ko'tarasan, kerak emas, sen bilma, sen g'ulom bo'l, sen keyin abura tuzik barbos bo'lib yurgan biz o'ramizga. Biz bo'ra xazaynimiz degan narsani ko'rsatadi-da, sen bo'ra haqqing yo'q o'z kimligingni bilishingga. Sen bo'ra g'ulom bo'lishingga haqqing bu degan narsani ko'rsatdilar-da. Men aytdim, bo'ra faqat biz g'ulom rolini o'ynashimiz kerak. Biz haqqimiz yo'qdi biz millat bo'lishimizga, bizning millatligimizga. Hali hech kim seninle dushmanlik qilgan yo'q, hech kim seninle jonjol qilgan yo'q, hech kim seninle talashgan yo'q. Shunchaki men bir millatman. Seninle birgamiz, bir vatangamiz, bir haqqimiz bo'lishi kerak degan joyga yo'q, seni haqqing, meni haqqimdan seni haqqing ajralib turish kerak. Men xazaynman, sen g'ulomsan degan narsani ko'rsatdilar. Shuning uchun haqqini o'zlaring bilasizlar jonim. Agar xohlasanglar bobolaring g'ulom bo'ldi, otalaring g'ulom bo'ldi, o'zlaring g'ulomsizlar ki boshqani obro'yi ko'tarilib, boshqa sizlarning ustiga xazaynlik qilish uchun xizmat qilib yursanglar, balalaringni ham mana shuni o'rgatingga g'ulom bo'lib yuradi. Neki men barobar bo'lishim kerak. Barobar. Qanchaki men uni hurmat qilaman, qanchaki men uni millatini hurmat qilaman, o'shancha meni millatim hurmatga bo'lish kerak. Qanchaki men uni tarixini hurmat qilaman, o'shancha meni tarixim hurmatga bo'lish kerak. Qanchaki uni tiliga maqtov bo'ldi, nima bo'ldi, meni ham o'zimga yarasha o'zimning tilima maqtovim bo'lish kerak. Meni ham o'zimga yarasha o'zimni center kulturam bo'lish kerak. O'z kulturamni qilishim kerak. Men doljon emasman uni kulturaga o'ynashga. Men doljon emasman uni kulturasini o'zimning kulturam deb qabul qilishga. U ham doljon emaski meni kulturamni o'zining kulturasi deb qabul qilishga. Neki hurmat qo'yishga. Meni kulturama hurmat qo'ymadi, men ham hurmat qilmayman uni. Men ham qilmayman uni kulturasini hurmat. Meni tarixima hurmat ko'rsatmaydi, men ham ko'rsatmayman uni tarixiga hurmat. Meni tilima hurmat qilmaydi, men ham hurmat qilmayman uni tiliga. Urushadi, urushaman. Qo'l beradi, qo'l beraman. Yo barobar yashaymiz, yo yashamaymiz. Ana shu narsaga tochkani qo'yish kerak. Farqi yo'q, kim bo'lsa, kim bo'lmasa. Biz mana shu bir bayroqni tagiga, mana shu bir vatan bayrog'i bu. Bu hammaga tegishli. Mana shu bir qonun, vatan qonuni. Vaqtiki bu qonun unga ko'p преимущество beradi-yu, menga biron haq bermaydi, men bu qonunni qabul qilmayman. Bu qonun meniki emas. Bu qonun o'shalarniki. U qonuniki xalqqa barobar, har bir millatga hurmati bor qonun, u qonun men uchun qonun bo'ladi. U qonun men uchun qonun bo'ladi. Ana o'sha chenga men u qonunni hurmat qilaman, men u qonunni zashita qilaman, men u qonun uchun luboy ishga tayyorman. Ki u qonun Tojikistonning xalqiga barobar huquq beradi. Hozirgi qonun huquq bermaydi barobar. Chunki bu qonun barobar huquq berganga buncha bular kelib napadat qilib bizning nomlarini, qishloqlarning nomlarini, shaharlarimizning nomlarini bularni hammani olib turib o'z nomlariga o'girmaydilar. Bu konkretna dushmanlik bo'lyapti. Bu o'sha qalliq, laqay, lo'li boshqa xalqni yo'q qilishdan ovora. Bu qonun. Bu narsaga men hamma xalqni gunohkor qila olmayman, hamma xalqni ayblay olmayman. Lekin o'sha определенный guruhi
Mana shu narsa bilan qilib kelyapti. O'shaning uchun qandoqki biz mana shu bir qishloqlarga, boshqa joyga mana shu tojik bilan homsoya yashaymiz. Biron problemamiz yo'q. O'lik tirigimizga, boshimizga, o'lik tirigiga boshigamiz. To'yiga hamma narsasiga yaniga turamiz. Nima biz qilsak bizni yaniga turadi. Qonun ham Tojikistonga mana shunoq bo'lish kerak. Hamma shunoq bo'lish kerak. Faqat bir homsoyalar emas, yo bir homsoya qishloqlar emas. Hamma shunoq bo'lish kerak. Ana uchunga biz aytamiz, qonun bu. Biz qalliqlarni boshiga o'zimizdan rais qo'yishimiz kerak. Nima uchun bizni boshiga boshqa odam rais bo'ladi? Nima uchun? Bizni boshiga boshqa odam rais bo'ladi. Bilasizlar shuni. Mana shu narsa bo'lish kerak. Ana uchunga barobarlik bo'ladi. Parlamentga ham bo'lish kerak. Men bir qalliq uchun aytayotganman bu gaplarni. Men bu gaplarni lo'li uchun ham aytaman. Men bu gaplarni laqay uchun ham aytaman. Men bu gapni pomirlik uchun ham aytaman. Har bir odamki o'zini hurmat qilayotgan xalqlar yoki millat, bir xalq, qabila asosiga parlamentga haqqi bo'lish kerak. Uno'g'ri emas, bular faqat shef bo'lish kerak. Biz vtaroy sort, bular pervi sort bo'lish kerak. Yo'q, biz sortimiz barobar bo'lish kerak. Hurmat qo'yadi, hurmat qo'yamiz. Hurmat qo'ymaydi, hurmat qo'ymaymiz. Mana shunoq bo'lish kerak. Jonlarim, qalliqlarim, o'zlaring g'ulom qilgansizlar. Sizlarni hech kim g'ulom qilgan emas. Agar sizlar to'g'ri kelib o'z haqlaringizni so'rasanglar, o'z haqlaringga tursanglar, yo'q jo'ra. Oshnolik. Do'stlik. Bir vatanga biz. Huquqimizni birligi. Sen lezit qilishing kerak emas. Meni ham kultura, madaniyatim bo'lish kerak. Ana uchunga biz bir bo'lamiz. Bo'lmasa jonlaring omon bo'lsin. Yuraysizlar mana shunog'i g'ulom bo'lib, etganni qo'lin tagiga qaymang, qo'limdan nima keladi. Bu bir. Ikkinchisi, aytdim-ku, allaroq aytib o'tdim. Mana shu narsalaring eng qilgan xatolaring mana shu narsa. Buni o'zlaring tushunib olasizlar. Nimani aytdim allaroq. Eng qilgan xatolaring mana shu. Bilasizlar? Men hatto joylarga ham ko'rganmanki, bergan qizlaring kuchukdan pas u havliga yashagan joylarni ko'rganman. Men o'zim ko'zimdan ko'rganman. Har bir qilgan kambudligiga millatini ta'na qilib so'kkan qaynochalari. Millatini ta'na qilib inak deb so'kkan. Millati ta'na bo'ladi. Men bu narsani o'z ko'zimdan ko'rganman, o'z quloqimdan eshitganman. Yo'llaring omon bo'lsin. Bor bo'linglar, har joyga bo'lsanglar. Qalliqlarim, qalliq kaganatini o'qinglar. Wikipediyadan, Xitoy historiyalaridan, arab historiyalaridan qalliqlar kimni, necha yuz yil davlat qilgan. Undan keyin o'rtaga dinastiya almashgan. Qoraxonlik davlati bo'lgan. Qoraxonlik davlatini o'rgangan. Bu ham qalliqlarniki. Hali odamlar aytadi, O'zbeklar ham, ular ham, bular ham bizniki deydi. Qalliqlar 9 ta qabiladan bular bir qalliq nomiga yig'ilganlar. Mana bugun ham Tojikistonga qalliq, lo'li, qatag'an, laqay, pomirlik, mana bular hammasi nechta qabilalar bir tojik nomiga yig'ilganlar. Bir tojik nomiga va tojik bayrog'iga yig'ilganlar. Buni eshitma biron joyi yo'q. Men shuni olib qarasam. Vaqt kelsa qalliq o'zi ajraladi, o'zi qalliq bo'ladi. Pomir ajralsa pomir bo'ladi, laqay ajralsa laqay bo'ladi. Shunoq bo'lgan. Bu 9 ta qabiladan bir qalliq millat yasaganlar, qalliq davlat yasaganlar 9 qabila. Bugun haqqi bu qo'zoq ham o'zini aytsa-ki, qoraxonliklar bizlardan edi, busi ham bizlardan edi, busi ham bizlardan edi deb aytsalar, misol o'zbek busi, u haqqi bu nimaga deganga, bular 9 qabila bo'lganlar. Bu 9 qabila keyin davlat singandan keyin bular titilganlar. Mana biz Tojikistondagi chastdagi qolgan chasti biz Tojikistonni o'z yerimizga qoldik. O'zbekistondagi chasti O'zbekistonga qolib ketdi. Qozog'istondagi chasti Qozog'istonga qolib ketdi. Qirg'izistondagi chasti Qirg'izistonga qolib ketdi. Turkmanistondagi tarafi Turkmanistonga qolib ketdi. Shu har qaysi qarga edi, o'sha qolib ketdi. Chunki ular uylari bor edi, joylari bor edi. Bu yerlar bo'lindi faqat, yerlar.
Keyin bu nomga o'tib ketdi, bu nomga o'tib ketdi. Bu narsaga hammani haqqi bor. O'shaning uchun aytadi-ku, turkni qoni bir deydi-ku. Tili ham agar bunday farq qilsa lahjalari, lekin qoni bir deydi. Shuning uchun bizlarni hammamiz mana shu bo'lmaydi, keyin uchenga Qoraxonni davlatisining hammasi uylarni qo'liga olib ko'chib boshqa joyga ketsalar. Yo'q, o'sha joy-joylariga qoldilar. Joy-joylarga qoldi. Keyin davlatlar bo'lindi, taqsim bo'ldi. Shuning uchun O'zbek ham aytadi, biz Qoraxonlik ovlodimiz, Rusiya ham aytadi, biz Qoraxonlik ovlodimiz, to'g'ri aytadi. Qozoq ham aytadi, biz Qoraxonlik ovlodimiz deydi. Qirg'iz ham aytadi, biz Qoraxonlik ovlodimiz deydi. To'g'ri aytadi, chunki 9 ta qabila bo'lgan bu yerga. Ya'ni levi, pravi, berigi bo'lgan ikkita bo'limga davlatni boshqarganlar. Bunga hammasini haqqi bor. Bizda ham haqqi borki, biz Qoraxonlik davlatidamiz deymiz. Chunki tag'in biz originalibizki qalliq nomi bilan kelyaptik bugunga davr. Biz ham o'sha davlatdamiz. Chunki davlat singandan keyin o'sha har joyga yashaydigan odamlari o'sha joy-joylarga qolib ketdi. Biz mana shu yashayotgan joylarimizga ota-bobolarimiz qolib ketdi. Mana shu yerlarga o'shandan qarasang, hamma yerlar nomi nima? Uchbuloq, Hachabuloq, Devchashma, Qo'rg'ontepa, Ko'lov, bu nomlar hammasi qallig'i nom. Hammasi qallig'i nom. O'sha Qoraxonlik davlatiga qo'yilgan nomlar bular. Hammasi. Hamma bu nomlar o'sha davlatga qo'yilgan nomlar. Ya'ni o'sha zamongi xalq, o'sha ota-bobolarimiz qo'ygan nomlar jonlari. Yo'llaring omon bo'lsin. O'shaning uchun bu narsani O'zbekdan, Qozoqdan, Qirg'izdan, Turkmandan bu narsani talashish bizlarning orasigaki yo Qoraxonlik menman, yo Qoraxonlik menman degan gap, bu narsa ko'p xato. Chunki shu yerda hammasi Qoraxonlik bo'lgan. Bu yer o'zi bo'lingan. O'sha o'tirgan xalqlari, qolgan xalqlari shu tomon, bu tomon yo bu tomonga qolib ketgan. Yo'llaring omon bo'lsin. Hammamizni qalliqlar, o'sha Tojikistondagi Qoraxonliklar kamdan hushyor bo'lgan. Hamma qolgan o'z davlatini qildilar. Yo o'z davlatlariga o'zlarining joyini topdilar. Sizlar bo'lsa hali ham qo'yga o'xshab yuribsizlar Tojikistonda. Bugun bizda ham haqqi bor, bizda ham tarixi bor. Biz ham bir tarixni bir bo'lagimiz. Bizda haqqi bor. Bu narsani talab qilishga, barobar birlikka yashashga. Bu uchun aytmoqchi emasman, biz Tojikistonni jazr qilishimiz kerak. Yo'q, bu Tojikistonni, bu davlatni, bu davlat bayrog'ini, bu qonunni biz birlashtirishimiz kerak. Bir tani ustimizga chiqarish kerak emas, bir tani oyog'imiz tagiga ham qo'yish kerak emas. Birlash kerak. Ana uchenga bizni davlatni aldan ketadi. Bo'lmasa men qo'ymaymanki, men ustima bir odam chiqib olsa. Tamam, bir odam ham qo'ymaydi uni ustiga bir odam chiqib olsa. Bu kashmakashlik doim bo'lib turadi, yaqa tartish. Uchenga bu yaqa tartish tamom bo'ladi. Qonun hammamizga barobar haqqimizni bersa. Parlament hamma millatlardan tashkil topsa, faqat bir tojikdan emas. Xo'p, har bir farhang, madaniyat o'zini kulturalari bo'lsa, har bir millat o'z xohlagan tiliga maktobi bo'lsa va uni qilayotgan foydasi, naukasi shu vatan uchun bo'lsa. Bilasizlar, ana uchunga biz alin ketamiz. Sog' salomat bo'ling jonlarim. Qalliqlarga taylanga ko'rsin.